Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. 6+7+ taqimimiz yoshdagi qariyalar uchun pensiyaning yangi formulasi. Pullar nima bo'ladi? Kimning pensiyasi oshishi mumkin? Kimniki o'zgarmasligi mumkin? Kim esa hujjatdagi xato sababli kamroq pul olayotgan bo'lishi mumkin? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki uyimizda ota-onamiz, bu bobolarimiz, qarindoshlarimiz bor. Pensiya masalasida bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta yetishmayotgan hujjat oyma-oy pul yo'qotishga olib keladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, misollar bilan kim nima qilish kerakligini aniq tushuntirib beraman. Avvalo eng muhim savol, pensiya qanday hisoblanadi va yangi formula deganda nimani tushunish kerak? Odamlar ko'pincha shunday o'ylaydi. Men 30 yil ishlaganman, demak pensiyam katta bo'lishi kerak yoki yoshim maqimdan oshdi, demak pensiyam avtomatik juda ko'p oshadi. Lekin amalda pensiya faqat yoshga qarab emas. Bir nechta omilga qarab shakllanadi. Birinchi omil ish staji. Ya'ni inson rasmiy ishlagan yillar, mehnat daftarchasida ko'rsatilgan davrlar, ayrim hollarda bola parvarishi, harbiy xizmat, o'qish yoki boshqa qonunda belgilangan davrlar hisobga olinishi mumkin. Ikkinchi omil ish haqi. Pensiya hisobida odamning qachon va qancha oylik olgani muhim. Uchinchi omil davlat belgilagan bazaviy miqdorlar, eng kam pensiya. Ustamalar, indeksatsiyalar. To'rtinchi omil imtiyozlar, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, alohida xizmatlar, yoshga oid ustamalar, parvarishga muhtojlik holatlari. Oldin ko'pchilikning hujjati qog'ozda bo'lgan. Mehnat daftarchasi asosiy manba edi. Korxonalar yopilgan, arxivlar yo'qolgan, ish haqi ma'lumotnomalari topilmagan holatlar ko'p uchrardi. Natijada odam haqiqatda ishlagan bo'lsa ham tizimda tasdiq bo'lmasa, o'sha yillar to'liq hisobga olinmasdi. Endi esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshirilyapti. Rasmiy ish soliq to'lovlari, sug'urta badallari, ish beruvchi bergan ma'lumotlar, arxivdagi yozuvlar. Yangi formulaning amaliy ma'nosi shuki, pensiya hisobida shaffoflik kuchaymoqda. Kim qancha rasmiy ishlagan, qancha daromad ko'rsatgan, qaysi davri tasdiqlangan, bularning hammasi aniqroq tekshiriladi. Bu nimaga olib keladi? Agar odamning hujjatlari to'liq, ish staji tasdiqlangan, maoshi rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, u o'ziga tegishli pensiyani aniqroq oladi. Agar hujjatlarda bo'shliq bo'lsa, eski korxona ma'lumotlari topilmasa, ish haqi konvertda berilgan bo'lsa yoki mehnat daftarchasida xatolar bo'lsa, pensiya kam chiqishi mumkin. Mana asosiy og'riqli joyi shu. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir otaxon 35 yil ishlagan. U kishi qurilish korxonasida, keyin zavodda, keyin kichik xususiy firmada ishlagan. Mehnat daftarchasida 25 yil aniq yozilgan, lekin qolgan 10 yil bo'yicha korxona nomi o'zgargan. Muhr tushunarsiz, arxiv ma'lumoti yo'q. Oldingi amaliyotda ham bunday holat muammo edi, hozir ham muammo bo'lishi mumkin. Faqat hozir elektron ma'lumotlar ko'proq yordam beradi. Agar o'sha davrda ish beruvchi soliq va badallarni rasmiy topshirgan bo'lsa, tizimda izi qolgan bo'ladi. Agar rasmiylashtirilmagan bo'lsa, odam men ishlaganman deb aytgani bilan yetarli bo'lmasligi mumkin. Yana bir misol. Bir onaxon 20 yil rasmiy ishlagan, keyin 10 yil uyda farzand tarbiyalagan. Keyin yana 5 yil maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Bu yerda faqat mehnat daftarchasiga qarab xulosa qilish to'g'ri emas. Ayrim davrlar qonun bo'yicha stajga qo'shilishi mumkin, ayrimlari qo'shilmasligi mumkin. Shuning uchun har bir davr bo'yicha alohida tekshirish kerak. Mening qo'shnimga qo'shilgan, menga ham qo'shilishi shart degan yondashuv xavfli. Chunki qo'shnining hujjati boshqa, farzandlar soni boshqa, ishlagan tashkiloti boshqa. Davrlar boshqa bo'lishi mumkin. Hozir eng katta o'zgarishlardan biri shuki, pensiya masalasida og'zaki eshitdim degan gap bilan ish bitmaydi. Har bir narsa hujjat bilan, elektron yozuv bilan, arxiv ma'lumotnomasi bilan tasdiqlanishi kerak. Demak, yangi sharoitda yutadigan odam kim? Hujjatni tartibga keltirgan odam, yutqazadigan odam kim? Hamma narsani davlat o'zi biladi deb o'tirgan. Mehnat daftarchasidagi xatoni tekshirtirmagan, arxivga murojaat qilmagan odam. Birinchi navbatda mehnat staji turli joylarga bo'lingan odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, 5 yil kolxozda, takasil zavodda, 4 yil savdoda. 6 yil xususiy korxonada, keyin yana boshqa joyda ishlagan bo'lsa, har bir davrning tasdig'i kerak bo'ladi. Ayniqsa 1990 yillar va 2000 yillarning boshidagi ish joylari bo'yicha hujjatlar ko'p hollarda muammoli bo'ladi. Chunki korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan,
arxiga topshirilgan yoki umuman ishsiz ketgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh maoshining bir qismi rasmiy, bir qismi norasmiy berilgan odamlar, masalan. Odam 1 million so'm rasmiy oylik olgan, lekin qo'lga yana 2 million konvertda berilgan. Pensiya hisobida asosan rasmiy daromad muhim. Norasmiy pulni pensiya tizimi ko'rmaydi. Shuning uchun ko'p kishi hayron bo'ladi. Men katta pul topardim. Nega pensiyam kam? Sababi oddiy. Davlat tizimida sizning katta daromadingiz aks etmagan. 3-guruh pensiyaga chiqqaniga ko'p bo'lgan, lekin keyinchalik qo'shimcha hujjat topganlar. Masalan, bir otaxon 2015 yilda pensiyaga chiqqan, o'shanda 28 yil staj hisoblangan. 2024 yilda eski arxidan yana 6 yil ish staji topildi. Bunday holatda pensiyani qayta hisoblash masalasini ko'tarish mumkin, lekin bu avtomatik bo'lmaydi. Ariza berish, hujjat taqdim qilish, vakolatli organga murojaat qilish kerak. 4-guruh 70+ yoshdagi qariyalar. Nega aynan ular? Chunki bu yoshdagi insonlar ko'pincha hujjat ortidan yurishga qiynaladi. Ko'z yaxshi ko'rmaydi, internetdan foydalana olmaydi, arxiv qayerdaligini bilmaydi, navbatda turishga sog'ligi to'g'ri kelmaydi. Natijada ular yillar davomida o'ziga tegishli qo'shimcha pulni olmasligi mumkin. Men farzandlarga alohida aytaman. Ota-onangizning pensiya hujjatlarini bir marta tekshirib chiqing. Bu hurmatning amaliy ko'rinishi. Agar insonning butun ish faoliyati bitta yoki ikkita yirik davlat tashkilotida o'tgan bo'lsa, mehnat daftarchasi toza, yozuvlar aniq, ish haqi rasmiy bo'lgan bo'lsa, xavotir kamroq. Masalan, o'qituvchi 35 yil bitta maktab tizimida ishlagan, buyruqlar arxida bor, oyliklar rasmiy mehnat daftarchasida sanalar aniq. Bunday holatda pensiya hisobi odatda nisbatan tartibli bo'ladi. Yoki shifokor O'tmil tuman shifoxonasida ishlagan, keyin 5 yil poliklinikada davom etgan. Kadrlar bo'limi hujjatlarni saqlagan. Oyliklar rasmiy berilgan. Bunda ham katta xavf kamroq. Lekin baribir tekshirish kerak. Nega? Chunki inson omili bor. Birgina sana xatosi familiyadagi bitta harf farqi, tug'ilgan sana noto'g'ri yozilishi. Ishga kirgan yoki chiqqan buyruq raqami noto'g'ri ko'rsatilishi hisob kitobga ta'sir qilishi mumkin. Endi men shartli raqamlar bilan tushuntiraman. Bu raqamlar umumiy tushuncha berish uchun har bir insonda aniq hisob alohida qilinadi. Birinchi misol, Karim ota 65 yoshda. U 32 yil rasmiy ishlagan. Oxirgi yillarda maoshi rasmiy bo'lgan, mehnat daftarchasi to'liq. Pensiya jamg'armasi uning stajini to'liqdan oldi. Bunday holatda Karim otaning pensiyasi hisoblanganda ish staji ham, rasmiy daromadi ham inobatga olinadi. Agar davlat tomonidan pensiyalar indeksatsiya qilinsa, u kishining pensiyasi ham belgilangan tartibda oshiriladi. Bu yerda eng muhim narsa, hujjatlar to'liq bo'lgani uchun bas kam. Ikkinchi misol, Salima opa 72 yoshda. U 12 yil tikuv fabrikasida ishlagan, keyin 2 yil xususiy sexda ishlagan. Fabrika bo'yicha hujjatlar bor. Lekin xususiy sex bo'yicha rasmiy yozuv yo'q. Salima opa men 3 yil ishlaganman deydi. Lekin tizim faqat 11 yilni ko'rsa pensiya kamroq chiqadi. Agar xususiy sex o'sha paytda rasmiy bo'lgan bo'lsa, arxivdan, soliq organlaridan, sobiq ish beruvchidan ma'lumot topish kerak. Agar umuman rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu davrni isbotlash juda qiyin bo'ladi. 3-misol, Abdulla ota Takamir yoshda. U pensiyaga chiqqanda 25 yil staj hisoblangan. Keyin farzandi eski qog'ozlarni ko'rib, 7 yil kolxozda ishlaganini tasdiqlovchi ma'lumot topdi. Bu holatda nima qilish kerak? Endi kech bo'ldi deb o'ylamaslik kerak. Hujjat bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi. Qayta hisoblash so'raladi. Agar hujjat qonuniy kuchga ega bo'lsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin o'tgan yillar uchun pul qay darajada va qaysi muddatdan to'lanishi masalasi amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun ariza sanasi juda muhim. 4-misol, Mavluda opa olin teksi yoshda. U 25 yil ishlagan, lekin maoshi juda past rasmiylashtirilgan. Amalda yaxshi daromad qilgan, lekin hujjatda minimal oylik ko'rsatilgan. Pensiya hisobida aynan hujjatdagi daromad ko'riladi. Shu sababli u kishining pensiyasi kutganidan past bo'lishi mumkin. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Ayniqsa bozor, xizmat ko'rsatish, xususiy savdo, tikuvchilik, qurilish sohalarida qo'lga berilgan pul pensiya uchun katta muammo yaratadi. Pensiyaning yangi yondashuvida mantiq shunday. Kimning rasmiy staji ko'p bo'lsa, kimning rasmiy daromadi yuqoriroq bo'lsa, kimning hujjati toza bo'lsa, o'sha odamning pensiya hisobi nisbatan adolatliroq chiqadi. Bu oddiy eshitiladi, lekin hayotda murakkab. Chunki keksa odamlarning mehnat yo'li uzoq, davrlar ko'p, tizimlar o'zgargan, davlatlar, korxonalar,
pul birliklari, hujjat shakllari o'zgargan. Shu yerda Oltin plus 7 yoshdagi tomoshabinlar uchun alohida aytaman. Pensiya faqat yoshim katta bo'ldi, oshish kerak degan tamoyil bilan yurmaydi. Ha, ayrim yosh toifalari, nogironlik holatlari, parvarish ehtiyoji alohida imtiyozlar bo'yicha qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Lekin bularning har biri uchun asos kerak. Masalan, nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa kerak. Parvarish zarur bo'lsa, tegishli tibbiy va ijtimoiy hujjatlar kerak. Maxsus xizmatlar bo'lsa, guvohnoma yoki qaror kerak. Mahallada hamma biladi degan gap hujjat o'rnini bosmaydi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat mehnat daftarchasidagi ism familiya farqi. Masalan, pasportda Oktamov yozilgan. Mehnat daftarchasida Uktamov yoki Oktamov bo'lishi mumkin. Yoki ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan, lekin eski hujjatlarda qizlik familiyasi qolgan. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Aks holda tizim bu boshqa odam bo'lishi mumkin deb ko'rishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat ishga kirish va ishdan bo'shash sanalari. Ba'zan mehnat daftarchasida 1905 yil qabul qilindi deb yozilgan, lekin aniq kun va oy yo'q yoki buyruq raqami ko'rsatilmagan. Bunday yozuvlar pensiya hisobida savol tug'diradi. Arxivdan aniq buyruq nusxasi olinishi kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat ish haqi ma'lumotnomasi. Ayrim odamlar faqat stajni o'ylaydi, lekin maosh ma'lumotini unutadi. Pensiya hisobida staj muhim, lekin daromad ham muhim. Agar yugurib maosh olgan davringiz bo'lsa va u rasmiy tasdiqlansa, bu pensiya hisobiga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun qaysi yillarda yaxshi oylik olganman degan savolni o'zingizga bering. To'rtinchi nozik jihat pensiya tayinlangandan keyin ishlash. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu davr ham ma'lum shartlarda keyingi hisob kitoblarga ta'sir qilishi mumkin. Lekin buni aniq bilish uchun hozirgi tartibni pensiya jamg'armasidan tekshirtirish kerak. Chunki qaysi toifa pensioner, qaysi ish turi, qaysi davr, qaysi to'lovlar qilingan, hammasi ahamiyatli. 5-nozik jihat nafaqa va pensiyani adashtirish. Ayrim fuqarolar to'liq mehnat pensiyasi emas, balki yoshga doir nafaqa yoki boshqa ijtimoiy to'lov olishi mumkin. Bularning hisoblash tartibi bir xil emas. Shuning uchun qo'shnim mendan ko'p oladi deb solishtirish har doim ham to'g'ri emas. Qo'shningiz mehnat pensiyasi olayotgan bo'lishi mumkin, siz esa boshqa turdagi to'lov olayotgan bo'lishingiz mumkin. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan xatolarni aytaman. Birinchi xato hujjatni tekshirmaslik. Odam pensiya chiqqanidan keyin bo'ldi, endi shunaqa ekan deb yuraveradi. Aslida esa pensiya varaqasini, hisob kitob asosini, staj ro'yxatini so'rab ko'rish kerak. Qaysi yillar hisobga olingan, qaysi yillar olinmagan, buni bilmasangiz o'zingizni himoya qila olmaysiz. Ikkinchi xato arxivga murojaat qilmaslik. Ko'p odam korxona yopilgan, demak hujjat yo'q deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Korxona yopilganda hujjatlar davlat arxiviga, tuman yoki viloyat arxiviga, yuqori tashkilot arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan qidirishga vaqt ketadi. Lekin topilgan bitta ma'lumotnoma pensiyani oshirishi mumkin. Uchinchi xato og'zaki maslahatga ishonish. Bir tanishim aytdi, endi hammaga faloncha qo'shilar ekan degan gaplar juda ko'p. Pensiya masalasida rasmiy manba kerak. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, MyBotGov.uz kabi rasmiy kanallar orqali tekshirish kerak. Ijtimoiy tarmoqdagi mish-mish bilan qaror qilmang. To'rtinchi xato arizani yozmaslik. Davlat organi ko'p holatda siz murojaat qilmaguningizcha eski hisobni o'zi qayta ko'rib chiqmasligi mumkin. Sizda yangi hujjat bo'lsa, ariza bering. Ariza ro'yxatdan o'tsin. Nusxasini oling. Qabul qilingan sana muhim. Birinchi qadam mavjud hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, harbiy xizmat hujjati, o'qish diplomi, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, eski ish haqi ma'lumotnomalari, hammasini bir papkaga soling. Ikkinchi qadam mehnat daftarchasini varaqlab chiqing. Har bir ish joyi bo'yicha 3 ta narsani tekshiring. Qabul qilingan sana, bo'shagan sana, buyruq raqami, muhr o'qiladimi, tashkilot nomi aniqmi, yozuvlar ketma-ketmi, bularni ko'ring. Agar xato bo'lsa, qaysi joyda xato ekanini alohida qog'ozga yozib qo'ying. 3-qadam. Pensiya hisobida qaysi yillar kiritilganini so'rang. Buning uchun pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki elektron xizmatlar orqali murojaat qilish mumkin. Mening pensiyamni hisoblashda qaysi ish staji va
qaysi daromad davrlari inobatga olinganini bilmoqchiman deb yozing. Juda oddiy lekin aniq savol. 4-qadam yetishmayotgan davrlar bo'yicha arx qidiring. Masalan, 1997 yillarda falon zavodda ishlagan bo'lsangiz, o'sha zavod hozir bormi, nomi o'zgarganmi, hujjatlari qayerga topshirilgan aniqlang. Tuman arxivi, viloyat arxivi, sobiq vazirlik yoki tashkilot arxivi orqali ma'lumotnoma so'rash mumkin. Arizda ish joyi nomi, ishlagan davr, lavozim, tug'ilgan sana, eski familiya bo'lsa, eski familiyani ham yozing. 5-qadam, agar yangi hujjat topsangiz, pensiyani qayta hisoblash uchun ariza bering. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdorini qo'shimcha taqdim etilayotgan ish staji va ish haqi hujjatlari asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Hujjatlar ro'yxatini ilova qiling. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxani albatta oling. 6-qadam, javobni kuting va yozma javob talab qiling. Agar rad javobi berilsa, sababini yozma ko'rinishda so'rang. Hujjat mos kelmadi desa, nimasi mos kelmadi? Sana xatomi? Muhr yo'qmi? Arxiv tasdig'i yetishmayaptimi? Sababini bilsangiz tuzatish imkoningiz bo'ladi. 7-qadam, rozi bo'lmasangiz yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa tegishli davlat idoralari va sud tartibi. Lekin har bir bosqichda hujjat bilan harakat qiling. Telefon orqali aytilgan gapni isbotlash qiyin, yozma murojaat esa iz qoldiradi. Agar sizning ota-onangiz yetim yoki yaqin yoshdan oshgan bo'lsa, ularga o'zingiz borib keling demang. Ular charchaydi, tushunmaydi, navbatda qiynaladi. Siz bir kun vaqt ajrating, hujjatlarni skaner qiling yoki suratga oling. Mehnat daftarchasini tartib bilan raqamlang. Qaysi yillar hisobga olinganini tekshiring. Agar kerak bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtirib, ularning nomidan murojaat qiling. Bir oilada bitta odam shu ishni qilsa katta foyda bo'ladi. Chunki pensiya oyma-oy keladi. Agar 100 ming so'm qo'shimcha chiqsa ham, bir yilda 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Agar 300 ming so'm, 13 ming so'm farq bo'lsa, bir yilda 3 million 600 ming so'm. 8 yoshdagi odam uchun bu dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov degani. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, pensiyaning yangi formulasi yoki yangi tartiblar haqida gap ketganda, asosiy kuch hujjatda yosh muhim, staj muhim, rasmiy daromad muhim, imtiyozlar muhim. Lekin bularning hammasi tasdiqlangandagina pulga aylanadi. Xalqimiz, yetimimiz, taqvimiz, yoshdagi qariyalarimiz uchun eng katta xavf o'z haqini bilmaslik va hujjatlarni tekshirtirmaslik. Men sizga maslahat beraman. Bugun ota-onangizning yoki o'zingizning pensiya hujjatlaringizni bir papaga yig'ing. Qaysi yillar kiritilgan, qaysi yillar tushib qolgan, familiya va sanalarda xato bormi? Tekshiring. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga, davlat xizmatlari markaziga, arxivga murojaat qiling. Har bir murojaatni yozma qiling va javobini saqlang. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangizda staj bo'yicha muammo bo'lganmi? Arxivdan hujjat topganmisiz? Qayta hisoblashga ariza berganmisiz? Sizning tajribangiz boshqa qariyalarga yordam berishi mumkin. Keyingi videolarda men pensiyani qayta hisoblatish, arxivdan ma'lumot olish va eng ko'p uchraydigan rad javoblariga qanday javob berish haqida yanada aniqroq tushuntirib beraman.